Shoir opa. Ertalabdan Shoir opani xursand qilib qo'yay ekan. Kabellarni ham tushiravergan. Alvar akamiz ham kelgan bugun. Xudo xolasa elektromontajlari bo'ladi. Ani yo'qmiz, ketdik yur. Birata ketdik yur. Birata sizga toshqindan bunaqa ketdik. Bismillah. Kefolarizmi, damdod yo'llarizmi? Ozod. Quloqlayapsan hadi. Tepada yoqdingmi? Ha? Qarang. Samarqanddan Toshkentga bir kelin bo'lib tushgan opamiz bor ekan. Shu sizga bu narsalar beryapti, u yoqdan taksidan chiqarib yubordi. Ko'ylak material yana. Bundan ham bu oyoq kiyim. Bu ham oyoq kiyim. Qo'lga taqat deganmi? Ne aytmoqchilar ekan, eng to'g'ri mana sumka yangi top-toza cho'tki. Keyin mana taqchi. Bu ham oyoq kiyim. Bu yana bitta. Yana ko'ylak. Bu yoqda yana bor ko'ylaklar, sochiqlar. Yana ko'ylaklar, mana qarang. Bular. Mana bu ham ko'ylak, mana bor mana. Bundan tashqari mana produktlar. Polni produktlar berib yuborgan. Mana mashinada bo'lsa yana ko'ramiz. Nima? Yangi yo'ldan Toshkentdan mana kuzatib ekan. Butun O'zbekiston qo'llab-quvvatlayapti. Katta rahmat deymiz, duo qo'ying, bitta duo qo'ying. Qanday xursandmisiz? Xursandman. Allohga behisob shukr. Amin. Avval Xudoyoniga ming rahmat. Hozir bir narsa ko'rsataman sizlarga. Operatorda ko'rsating. Qanday? Yarashibdimi? O, sumkachalar, ana. O'xshayotgan bo'lsa yurakchani qizartirib qo'yish esdan chiqmasin, sizlarni yaxshi ko'raman.